Assalomu alaykum hurmatli arab tili ixlosmandlari. Bugun sizlar bilan arab tilidagi wow harfi haqida gaplashamiz. Har doimgidek biz wow harfini birinchi o'rinda yozilish jihatiga e'tibor beramiz. Undan keyin mahraj, ya'ni chiqadigan joyi va sifatlari bilan birga o'rganib ketamiz. Birinchi o'rinda wow harfini yozilish jihatiga e'tibor beradigan bo'lsak, wow harfi mam harf hisoblanadi. Ya'ni bu alohida ko'rinishi. Wow harfi yozilish jihatdan ikki xil ko'rinishga ega bo'ladigan bo'lsa, alohida va so'zni boshida va so'zni o'rtasi va oxiridagi holati bir xil bo'ladi. Nimaga unaqa deyiladigan bo'lsa, wow harfi ikki xil ko'rinishli harf. Ya'ni o'zidan oldingiga qo'l beradi va o'zidan keyingi qo'l bermaydigan harflarga kirganligi sabablisidan ikki xil ko'rinishli harf hisoblanadi. So'zni boshida va alohida ko'rinishi shu holatda bo'ladi. Endi so'zni o'rtasida va oxiridagi ko'rinishi mana holatda bo'ladi. Ya'ni o'zidan oldingiga ulanadi, lekin o'zidan keyingiga hech qachon ulanmaydigan harf hisoblanadi. Wow harfini mahrajiga e'tibor beradigan bo'lsak, wow harfini mahraji faqatgina lablar hisoblanadi. Lablar cho'chchayish orqali hosil bo'ladi. Bizdagi v bilan juda ko'p jihatdan farq qiladi. Nimaga deydigan bo'lsak, bizdagi wow harfi, bizdagi v harfi tepa tishimizning kesuvchi qismi pastki labimizga tekkan holatda hosil bo'ladi. Ya'ni v bo'lib qoladi. Arab tilida agarda buni bizdagi o'zbek tilidagi v bilan bir xil talaffuz qilib qo'yadigan bo'lsangiz, wow harfi xato holatda, ya'ni o'zini mahrajdan chiqmagan bo'ladi va noto'g'ri holatda talaffuz qilinadi. Ya'ni bizda aytdikki, wow harfini arab tilidagi wow harfini mahraji lab cho'chchayish va, wi, wu holatda bo'lishi kerak. Ya'ni lab cho'chchagan holatda bo'lishiga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Endi bu harfning sifatlariga e'tibor beradigan bo'lsak, sifatlari birinchi o'rinda jahr, ya'ni tovush paychalar bir-biriga yaqinlashadi, havo kam chiqadi va tovush baland bo'ladi. Ya'ni jarangli harf hisoblanadi. Ikkinchi sifati rohova, ya'ni sirg'aluvchi. Ya'ni wow harfi mahrajdan chiqayotgan paytida, ya'ni mahrajdan sirg'alish orqali chiqib ketadi. Au, ya'ni ava yoki bo'lmasa undan ham kam bo'lib qolmasligi kerak. Buni ava deb talaffuz qo'yadigan bo'lsangiz, bu harf xato holatda bo'ladi. Ya'ni bu rohova sifati bormi? Ko'proq sirg'altirishimiz kerak. Au holatda bo'lishi kerak. Undan keyingi sifati istifola, ya'ni ingichka fatha bilan kelgan holatda voq yo'g'on holatda qilmaymiz. Va, wi, wu degan holatda o'qiymiz. Undan keyingi sifati infitoh, ya'ni bunda tilimizning o'rta qismini yuqori tanglayda hech qanaqa havo siqilmaydi. Bemalol chiqib ketganligi sabablisidan infitoh, ya'ni ochiq sifatiga ega harf hisoblanadi. Undan keyingi sifatiga e'tibor beradigan bo'lsak, o'ziga xos sifati lin, ya'ni bu wow harfining o'ziga xos sifatidan hisoblanadi. Lin degani yumshoqlik degan ma'noni anglatadi. Bu qanaqa deyiladigan bo'lsa, ya'ni mahrajiga, ya'ni o'pkamizdan kelayotgan havo mahrajiga sirg'almasdan, urilmasdan, ya'ni yumshoqlik holatda o'tib ketib qoladi. Ya'ni mahrajdan qiynalib havo chiqmaydi-da, yumshoq holatda chiqishiga nisbatan wow harfiga lin sifati beriladi. Ya'ni v, bizdagi v ni e'tibor beradigan bo'lsangiz, tepa tishimizning kesuvchi qismi pastki labga tekkan paytda havo qiynalib chiqadi, v bo'lib qoladi. Agarda bu wow harfini bizdagi v bilan bir xil holatda o'qib qo'yadigan bo'lsangiz, ya'ni bundagi birinchi o'rinda mahrajdan chiqmagan bo'ladi, ikkinchi o'rinda lin sifatiga ega sifat ham yo'q bo'lib qoladi. O'shaning uchun buni o'zini mahrajdan chiqarib, sifatlariga e'tibor berib o'qishga harakat qiladigan bo'lsak, to'g'ri o'qiymiz. Wow harfining yozilish jihati, o'zining mahraji, ya'ni chiqadigan joylariga e'tibor berdik. Endi sifatlarini ham o'rganib oldik. Endi buni bitta o'qiydigan bo'lsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Va, wi, wu, au, raw, naw, waram, watar, waman, ولن ولم وكم أول روم يوم كون ويل وزن كوكب موكب أولمتم أوترتم Arab tilidagi wow harfi bizdagi v harfidan farq qilganligi jihatlisidan
buni ko'proq ovozli shaklni eshitishimiz kerak bo'ladi. O'shanda vov harfini bizdagi v dan farqi bilinib qoladi va to'g'ri holatda talaffuz qilishimiz mumkin. Bugungi darslarimiz shulardan iborat edi. Salomat bo'lasizlar. Ma'assalama.